Assalomu alaykum hammaga. Aziz kuzatuvchilar. Mana bu olmamiz MM106 polikarlik Pink Lady Rozigilo 8-mart Bo'stonliq tumanidamiz. Bu yerda 320 olma ekilgan. Hammasi polikarlik MM106 Pink Lady Rozigilo. Yoshi 3 yosh 3-bargini chiqaradi. Hozir buni 1 litrli shaklda kesishni o'rganamiz. Qo'ldan kelgancha kuzatib turinglar. Olmani 50-60 santimetrni to'liq tozalash kerak bo'ladi birinchi ochishda. Shoxlardan iloji boricha umuman shox chiqarmaslik kerak. Yarim metr balandlikda yerdan. Liderga raqobatchi bo'lgan qalin shoxlarni olamiz. Eng yaxshi, eng qalinroq o'sganini lider sifatida tanlaymiz. Mana bu shoxni ham olamiz. So'ng tikka o'sgan shoxni ham olamiz. Yana ketadi. Mana buni lider sifatida tanladik. Endi markazni ushlagan holatda markazga qarab ko'z qo'yiladi. Mana misol uchun mana bu ko'zni qo'ydik. Bu ko'zimiz bunga qarab o'sadi. Lider o'rtada markazda shakllanishi kerak bo'ladi. Endi bu tarafni keladigan bo'lsak, yana yarim metrni tozalaymiz yerdan. Iloji boricha yarim metrgacha bo'lgan masofada shu shoxlarni yozda yangi chiqqan paytda kesib tashlash kerak bo'ladi. Daraxtning kuchi ancha tejaladi. Bularga sarflagan, bularga ketgan ozuqani kuchini tepadagi mevali shoxlarga beradi. Yana liderga raqobatchi qalin shoxlarni olamiz. Bu ham ketadi. Bu ham ketadi. Olmada tik o'sgan shoxlarda meva berishi kam bo'ladi. Nihoyatda uni yoki mana egib chiqish kerak bo'ladi, ipga tortib bunga. Yo bo'lmasam mana unaqa shoxlarga aylantirish kerak bo'ladi. Bizda maqsad shu mayda shox shakllantirishga qaratilgan. Mana tik o'sgan shoxlarni kesib tashlashimiz kerak. Bu holatda ham ip bilan tortib egib chiqsak, xudo xolisa 1 yil 2 yilda mevaga yotish ehtimoli katta. Lider qo'yamiz. Liderga raqobatchi qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Ishonchli va sifatli ko'chatlarni taqdim etishdan charchamaymiz. Ko'chatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarni afishaniyada qoldiramiz. Rahmat hammaga.